O'zbekiston terma jamoasida tezkor qarshi hujum, ajoyib gol va unutilmas comeback. Biz hozir sizlar bilan Igor Sergeyevning Eronga urgan gollarini ko'rib chiqamiz. Birinchi taymdan keyin hisob 2-0. Tanaffusdan keyin kattamiz. O'yinchilarni joylarini almashtirdilar. Bu yerda qilgan eng katta ishlari Shomurodovni qanotiga olganlari bo'ldi. Ikkinchi taymda Shomurodov chap qanotni yondirib tashladilar. Himoyachilardan birini ketib o'tib, Eron darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yarata boshladilar. Urunovni 1-1 chiqazib berdilar va hisob 1-2. Endi qarshi hujumlarimizga o'tsak, goldan avval 70-daqiqada ogohlantiruvchi qarshi hujumni amalga oshirdik. Afsuski yakunga yo'llanmagandi. Endi gol. Hujumni boshidan Otabek Shukurovning harakatlariga e'tibor bering. Haqiqiy jangchi. Bu vaziyatda travma olish ehtimollari ham bor edi. Lekin o'zlarini umuman ayamasdan to'pga tashlandilar va natijada to'p bizda qoldi. Tezkor qarshi hujumga o'tdik. Shomurodov sardorimiz bu vaziyatda hujumga tezlik qo'shib, Fayzullayevga uzatdilar. Ko'rayotganinglarda Fayzullayevda ikkita variant bor. Fayzullayev dribling kuchliroq, Urunovni tanladilar. Urunov to'pni qabul qilyaptilar va boshi ko'tarib qarayaptilar. Himoyachi yaqin kelmayotgani sababi aytganimdek driblinglari kuchli. Bemalol aldab ketishlari mumkin va xayrlaka aytganlaridek ostondan doston. Endi Sergeyevning harakatlari. Bo'sh hududni ko'ryaptilar. Ofsayd liniyasini toza ushlayaptilar. Himoyachidan o'tib ketmasdan bo'sh hududga ochilyaptilar. Haqiqiy 9lik hujumchi mana nima uchun kerak. Va Sergeyevda ajoyib